Nega biz jahon chempionatiga haligacha chiqa olmadik? Xabaringiz bor, mo'jiza ro'y bermadi va Shimoliy Koreya terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi ustidan g'alaba qozona olmadi va shu sababdan O'zbekiston milliy terma jamoasi 8-turda masalani hal qila olmadi. Lekin aslida esa buning sababi o'sha Qatar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv. Agarda biz o'sha o'yinda hujumkor futbol ko'rsatganimizda, biz Qatar ustidan g'alaba qozona olardik va shunda biz allaqachon jahon chempionati yo'llamasini nishonlayotgan bo'lardik. Lekin biz hatto comeback qilib o'yinimiz o'xshayotgan paytda ham himoyaga qaytdik va oxir-oqibat yutqazdik. Va endilikda biz to'g'ridan-to'g'ri raqobatchimiz Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan iyun oyida masalani hal qilishimizga to'g'ri keladi. Yaxshi xabarlardan esingizda bo'lsa, o'yindan oldin O'zbekiston terma jamoasining deyarli yarim tarkibi sariq kartochkalar bilan harakat qilgandi va bizning futbolchilar provokatsiyalar ustasi bo'lgan Eron terma jamoasiga qarshi uchrashuvda super intizomli futbolni namoyish qilib, bironta ham futbolchimiz sariq kartochka olmadi va bu bizga juda muhim uchrashuvda eng kuchli futbolchilarimizdan foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Nasib qilsa, O'zbekiston milliy terma jamoasi iyun oyida Birlashgan Arab Amirliklari bilan uchrashuvda barcha masalalarni hal qilib, jahon chempionati yo'llamasini qo'lga kiritadi. Olg'a O'zbekiston! Biz terma jamoamizga ishonamiz.